Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz? Men Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tuman Botchorva qishlog'idanman. Ism familiyangiz? Rahimqulov Otabek Sirojiddinovich. Nechinchi yil? 27 sentyabr 1999-yilmi? Siz nima muammo bo'yicha keldingiz? Qurt masalasida keluvdim. Shu yuzimga dog'-pog' chiqib tushuvdi. Shuni bir tekshirib o'tayin dedim. Mana haqiqatan ham bor ekan. Qayerga davolanishga keldingiz? Shu joy Baxtiyor ota akani anavisiga keldimda. Sizni qanday davolashdi? Sizni qanday davolashdi? Davolashi zo'r, a'lo darajada. Nimalar berishdi? Giyohlar, tabiiy giyohlar bilan mana Bu qurt haqiqatdan o'zingizdan tushdi? Haqiqat o'zimnikidan 100% o'zim ko'ruvdim mana shu. Metrlar shilliq qurt. Salkam 4 metr narsa. Undan oldin ham bor edi, uni ham rasmi bor ana. O'zimiz yozib oldim. Endi Nechinchi marotaba kelishingiz? Birinchi marotaba kelishim. Birinchi kelishingizdan Birinchi tushdi. kelishga mana shunaqa uchdi. Tushdida. O'z minnatdorchiliklaringiz? O'z minnatdorchiliklaringiz? O'z minnatdorchiligim sizga tashakkur, rahmat, kattakon. Ishlaringizga omad, hammalaringizga. Xudo xolasa agar yana doktordan so'raymiz, agar yana kel desalar, qaytib kelamiz. O'zingiz qanday his qilyapsiz? O'zim hozir yengil mana shu. Bilmadim, endi Xudo xolasa natijasini endi kutamiz. Rahmat sizga.